Demak, boshladik. Salom hammaga. Bugun 1-mart 2026-yil. Hammani bahorni birinchi kuni bilan tabriklayman. 9-video. Sizlar bilan Ron.com sahifasida ko'rishib turganimdan mamnunman. Sizlar bilan Ron. Bugun sizlar bilan HTML o'rganish tuzilgan reja bo'yicha davom ettiramiz. Xo'sh, boshladik. Rejamiz bo'yicha 7-kun kecha Marx Model Ins o'rgandik. Keyingi anaqani bizga takrorlash beruvdi. Takrorlash keyin qilamiz. Bugun tartibsiz ro'yxatlarni ko'rib chiqamiz. U va litega. Xo'sh, matn muharririmizni ochib olamiz. Yana o'sha biz bilgan doctype. Doctype HTML. Hit meta charset UTF sakas. Xo'sh, title U hit body tagimizni ochib olamiz. Xo'sh, endi ul tagimizga keldik. Bugun yana sizlarga savolim bor edi. Aytgancha, ul tagimiz ham, li tagimiz ham juft tag ochilib yopiladigan. Xo'sh, savolga qaytadigan bo'lsak, HTML CSSdan keyin kimdirning xabari bo'lsa, kimdir bilsa, izohlarda yozib ketinglar. Qaysi dasturlash tili oson? Ko'plar internetdan o'zim poyezd berib qaraganimda ko'plar Python deyapti. Ko'plar nima internet aytyapti, sun'iy idrok aytyapti. Hozir men bekorga bu taglarni 3 marta nusxada o'qiganim yo'q, chunki atributi bor ekan bu taglarimizni. Xo'p, ro'yxat tuzib olamiz. Misol uchun olma, anor, uzum, sut, qatiq, qaymoq, shim,
ko'ylak va poyabzal. Endi kimdir qiziqib o'rganib ko'rgan bo'lsa kerak, sahifamizni saqlab olamiz. Xo'sh, bir daqiqa. Mana shunday ko'rinishda tartibsiz degani raqam bermagan, adashmasam raqam bermagan ro'yxatlar oldida nuqta bilan ketyapti. Mana endi bunga atribut berib chiqamiz. Atribut, xo'sh, mana qanaqa atributimiz bor ekan? Type atributimiz bor ekan. Type atributimizda 3 xil sozlama desak bo'ladi. Endi men shunaqa deb aytaman, tushunganimcha. Agar buni ham bilsanglar, qanaqa nima deyilishi, atributda nima deyilishi, hozir yozib chiqadigan narsamiz nima deyilishini bilsanglar, o'shani izohlarda yozib ketinglar. Disk bor ekan. Adashmasam shunaqa yoziladi. U anaqaga nima edi oti? Ul tagiga yozilar ekan. Xo'p, keyingisi circle. Va keyingisi square. Bitta video qisqa bo'lsin, lekin ko'p narsa qo'ymayman hozircha. Bitta video ko'p narsa qidirishga harakat qilmayman. Kecha chunki odam shoshib qoldi. Tak. Shudi shoshib anaqa qilgan endi. Type bilan square o'rnini almashtirib qo'ydim. Saqlab olamiz va ko'rib chiqamiz. Xo'sh, qanaqa o'zgaradi? Nega o'zgarmadi? Qayerda xato qildik? Sisler yozib qo'yamiz. O'shaning uchun bitta mana xato ham kodni ishlamasligiga olib keladi. O'shaning uchun e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Mana. Demak, birinchi mana atribut berganimizda disk atributini berdik. U qora dumaloq berdi. Keyingi atributi berdik. Circle atributini berdik. U oq dumaloqni berdi. Va square atributini berganimizda ul tagiga xo'sh qora turburchak berdi.
HTML sahifasida yana boshqa ro'yxatlarni qo'shib ketsa bo'ladi. Ertaga yana tartibli qani ertaga tartibli ro'yxatlarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, yana nima demoqchi edim? Men misol uchun bu 3 ta qilib yozib chiqdim. Xohlagancha ul attributini ichida ul tegani ichida li tegani beradigan bo'lsangiz, shunga qarab ro'yxat ham ko'payaveradi. Shu bilan bugungi videomizni yakunlasak ham bo'ladi. Oldin aytganimdek, kechadagi bitta 14 minutlik videoga hamma narsani sig'diramiz deb shoshib qolmaslik uchun. Yoqqan bo'lsa yoqdi tugmasini bosinglar, yoqmagan bo'lsa yoqmadi tugmasini bosinglar. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosinglar. Obuna tugmasini bosishni esingizdan chiqarmanglar. Talab, taklif, kamchilik, tilinglar, xatolar bo'lsa bemalol izohlarda yozib qo'yinglar, ko'rib chiqamiz. Faqat so'kmasanglar bo'ldi. Va bitta anaqa xursandchilik bo'ldi. Mana kechaga 8-videoni yozganimizda 23 soat ichida 3 ta prosmotr. Bu ham kichkina bo'lsa ham natija. Sizlarga kattakon rahmat. Ko'rganinglarga. Keyingi videoda ko'rishguncha